Mumkinmi? Assalomu alaykum. Keling. Uy-joying, sharoitingga qaramasdan qizimni senga bermoqchi edim. Nega ota-onangni ko'zini ko'rligini mendan bekitding? O'chir ovozingni. Men qizimni ko'rlarning xizmatini qilish uchun turmaganman. Bir kami endi nogironlar bilan quda bo'lishim qoluvdi. Qaytib, meni xonadonimga qadamingni bosmagin. Xo'p. Tinchlikmi bolam? Kim ekan? O'ylashga arzimaydigan odam. Ko'zim ko'r bo'lgani bilan qulog'im karamas. Sani baxtli bo'lishingga bizning nuqsonimiz xalaqit qilayotgan bo'lsa, keyingi xonadonga borganingda ota-onam o'lgan deb ayt. Hech kim yo'q deb ayt bolam. Baxtli bo'lsang bo'ldi. Ota-onam uchun bitta emas, mingta qizdan voz kechaman. Yolg'iz o'tsam o'taman, lekin sizlardan voz kechaman.